Qizlarjonlar, bilasizlar, qizimni bog'chaga berdim. 1 yosh 8 oylik xususiy bog'chaga berdim va 3 kunda qizim obedgacha qolib, shu bilan qolgan kunlari bog'chada qoldi va 3 kun ichida o'rgandi. Sizlarning bolanglar necha yoshdan bog'chaga borgan va qanaqa o'rganishgan? O'g'illarim 1 kunda o'rganib ketishgan. Ozgina erkatoy bo'lgani uchun sal qiynaldi, lekin yig'lamasdan yaxshi yuribdi. Va uy ichi kiyimlarimiz ko'p ekan, ko'chalik yo'q ekan. Shuning uchun men bu kompusdagi Mittivoyga bordik, magaziniga. O'sha yerda qizimni chiroyli bog'chaga kiyimlar olib berishga qaror qildim. Bunaqa korzinkasi borligi menga juda ham yoqdi. Qulay bolani o'tkazib qo'ydim va sizlar uchun chiroyli obzorni video qilib oldim, ko'rishingiz mumkin. Hammasini olishga ulgurmadim. Shunaqangi assortiment narsalar ko'p ekan. Maza qilib aylandik va aylanish uchun qulay. Men ko'proq qizlarning kiyimlarini oldim videoga, chunki men o'zi ikkita o'g'ildan keyin xohlab qiz tuqqanman va narxlarini ko'rishingiz mumkin. Bunaqangi qimmat emas, narxlari hamyonbop. Bunaqa bolajonlaringizga o'yinchoqlar ham bor ekan, juda ham zo'r. O'g'il bolalarning ham kiyimlarini ozgina obzor qilib ko'rsatib ketdim. Farzandinglarni olib kelsanglar, har xil chiroyli kiyimlar, brend kiyimlarni olib berishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bolajonlaringizga har xil mana kosmetik narsalari bor deysizlarmi, soska deysizlarmi, oyoq kiyimlarni aytmaysizlarmi? Men oyoq kiyimlarini sevdim. Juda ham yoqdi. Chiroyli hozirgi mana mos bosonoshkalar chiqqan. Bitta to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga nimadir yoqsa, tapchka oldik qizimga ham. Mana shu qatorlardan chiroyli tapchkalar bor ekan. Narxlari 45 ming tapchkalar, mana rezinka tapchkalar juda ham arzon. Mana bitta ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa qizlarning tapchkalarini, oyoq kiyimlarini qaranglar. Yaltiroq toshli juda ham yoqadi menga. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqa ryukzaklari bor, chiroyli qizlarning qarang, asalligini kiyimlarini, xullas, kelib ko'rib ketishingiz kerak. Mana biz o'zimiz mana bunaqa kiyimlar oldim, yumshoqqina oldim bog'chaga. Keyin biz qaranglar, bolalar uchun kalaska ham bor ekan. Mana qizimizga bunaqa chiroyli pavukli tapchka oldik, chunki qizlarniki tugab qolibdi. Mana kassada ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p narsa olib, bunaqangi qaranglar, asal bosonoshka berdim qizimga. Sizlar ham kelib, bolanglarni chiroyli qilib kiyintirib ketinglar.